Nasib bo'lsa Matiz yutib olsangiz nima qilasiz? Salom sog' qolaman. Gap yo'q, malades. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugun biz ikkinchi g'olibimiz bilan ko'rishgan keldik. Qanday bo'ldi? O'yin haqqoniymikan? Haqqoniy bo'ldi. Harakat qildim. Qanchadan beri kuzatasizlar? Qanchadan beri ham pashti ochganlaringizni vaqt deganda kuzatib kelaman. Omadlaringizni bersin. Ukam, Haqqoniy o'yin. hali endi 10 ta ishtirokchidan ikkinchisiga aylanding-da. Bu degani 10 ta sovrindan bittasini yutasan. Endi eminni Matiz emas hali. Balki Matiz yutishi mumkin, balki boshqa sovg'a. Xudo xolasa endi omad qaysi chiqsa ham. Nasib qilsa Matiz yutaman. Endi nima deydi? 10 mingta, 100 mingta odamning ichidan 10 ta ishtirokchi bo'lishdi o'zi ham bu juda ham katta baxt. Xudo xolasa agar yutib olsang, men dadangga podarka qilaman debsan, bu juda ham katta baxt bilan. Senga omad tilab qolamiz, xudo xolasa. Sizlarga ham rahmat. Bizani kuzatib turib, obuna bo'lmaganlarga bir narsa qilib qo'yasan endi o'zi. Obuna bo'ldi, haqqoniy ekan, harakat qildim, chiqdim mana ikkinchi ishtirokchi bo'ldim. Sizlar ham harakat qiling. Endi tizishamiz. Men ikkinchi ishtirokchini aniqlab oldik. Uchinchisi siz bo'lishingiz mumkin. Yana 8 ta ishtirokchini aniqlab olamiz. Videoni eng yaqin 5 ta do'stingizga yuborib qo'ying.